Ayollarning jinsiy a'zolari kasalliklari. Kasalliklarning kelib chiqish sabablari. Har bir xotin o'ziga kerakli bo'lgan ilmu hunarlar birla qo'l ishlari-yu uy ishlarini o'rganishga va bilishga tirishmoqlari lozimdir. Xotin-qizlar, siz uchun eng zo'r boylik, eng zarur martaba, eng komil fazilat bu iffatdir. Iffatdan 11 fazilat paydo bo'lganki, ular hayo, sabr, da'vat, nazokat, qanoat, viqor, rifq, husn, wara'a, intizom, saho. Hakimlar ta'rif qildilarki, ruh ixtiyoriy bo'lgan ishlarning har birida to'g'rini xatodan ayiruv yoki eng to'g'ri hukmni chiqarmoqdir. Odamning tanasida bo'lgan har bir a'zo ishlashga va harakatlanishga muhtojdir. Harakatlanmasa, xastalik, kamchilikka duchor bo'ladi. Kasal tanadan, jinsiy a'zodan foydalanmoq mumkin emasdir. Har kim kasallikka chalinganda bir usta tabibga ko'rinmog'i lozimdir. Qat'iylik sababiga olmoq bilan Alloh taologa topshirilmoqdir. Jinsiy a'zolarning kasallanishiga sabab bo'ladigan narsalar quyidagilar. Shamollab qolish, har bir ishni bajarmaslik, faslga qarab kiyim kiymaslik, yomon odatlardan saqlanmaslik, toza havo olmaslik, yaxshi quvvatli ovqat yemaslik, jinsiy aloqadan keyin yuvinmaslik, tinch uxlamaslik va hokazo. Bilmoq zarurki, jimo bu kishi tabiatining bo'shashishidir. Ya'ni tabiatni ortiqcha moddalardan xalos etish, badanni farog'atga yetkazishdir. Xususan haqiqiy shahvat yuz bersa, jimo orqali ortiqcha moddalar ranji daf bo'lib, kishida yengillik, osoyishtalik va farog'at paydo bo'ladi. Tomirlar quvvati mo'tadil holatga keladi. Kasalliklarni davolash usullari. Ermon, ya'ni polish garkaya yoki achchiq shuvoq. U asosan to'qayzorlarda, ariq bo'ylarida, yo'l yoqalarida, tepaliklarda o'sadi. Bo'yi 150 sm dan 100 sm gacha yetadi. Poyasi qirrali, yuqori qismi shoxlangan, rangi kumush rangda, gullari mayda sariq savatchaga to'plangan bo'ladi. Abu Ali ibn Sinoning ermonning yer ustki qismidan tayyorlangan damlamadan ayollarda to'xtab qolgan hayzni keltiruvchi dori sifatida foydalangan. Ermon o'simligidan damlama tayyorlash uchun og'zi yopiladigan idishga 2 stakan qaynab turgan suv quyiladi. Ustiga quritilgan va maydalangan yer ustki qismidan 1 choy qoshiq solib damlanadi. So'ngra dokada suzib kuniga 3 mahal ovqatdan yarim soat oldin chorak stakandan ichiladi. Karafs, seldiriy, paxuchiy. Ko'p yillik, bo'yi 50 sm gacha yetadigan o't o'simlik. Poyasi ichi kavak, barglari uzun bandli, gullari mayda oq rangda. O'simlikning ildizi va bargi yig'ilib damlama tayyorlanadi va qiyinlik bilan kechadigan hayz ko'rishda qo'llaniladi. Damlama tayyorlash uchun og'zi yopiladigan idishga 1,5 stakan qaynab turgan suv solib, ustiga 1 osh qoshiq barg va ildizdan solib 4 soat damlab qo'yiladi. So'ngra dokada suzib kuniga ovqatdan oldin 1 osh qoshiqdan 3-4 mahal ichiladi. Atala. Zatixuxa. Tog'arachaga 1/2 kilogramm un solib, sovuq suv quyib, qaymoqday qilib atalaysiz. Atalash vaqtida tugunchalar hosil bo'lmasligiga e'tibor bering. Qozonga 1 stakan qo'y yog'i yoki sariyog' solib qizdirasiz va 2-3 bosh piyoz solib qovurasiz. So'ng 1 stakan suv quyib qaynatib, unni qo'yib kapkir bilan tez-tez kovlab pishiring. Aks holda taom qozonga yopishib kuyadi. Hidi kelishi mumkin. Kuyindi hidi kelishi ham mumkin.
Qo'y yog'ida pishirsangiz jizzasini olmaysiz. Sariyog'da pishirsangiz unni ilgari atalab olmasdan piyoz bilan yog'da qovurib, so'ng suv quyib pishirsangiz ham bo'ladi. Bu taom ayollarda hayz to'xtagan vaqtda shifo beruvchi dori sifatida ichiladi va endigina ko'zi yorigan ayollarga beriladi. Agar ayol kishining andomi shishgan bo'lsa, gulrayhonni yanchib surtsa, shish tez qaytadi. Agar andomi sust bo'lsa, go'sht bilan shakarni hal qilib yesa, andomi kavi, ya'ni kuchli bo'lgay va undan keyin ham iloji bo'lmasa, unda qizil gul, yasmiqni, jafaronni jam'a qilib surtsa darhol shifo topgay. Agar mazlumaning ichida bolasi o'lgan bo'lsa, itning sutini qaynatib ichirsa, o'lgan bolasi darhol tushadi. Agar mazluma kishining yo'ldoshi tushmasa, unda darhol otning tuyog'ini tutatib dudiga biroz o'tirsa, yo'ldosh tezda tushadi. Tug'ish oson bo'lishi uchun ho'kizning tezagini dud qilsa oson bo'ladi. Qiz bola norasida bo'lgach, uni sizlamoq Xudoga xush yoqadi.